Salam aziz do'stlar. Filmimni bir sıyırıp atmay, yürek verip qo'llab qo'yishinglarni chin yuragimda umid qilman aziz do'stlarim. O'sha xalqim uchun deb har bir bosgan qadamlarimni do'yinga zo'pin tortib, sizlar bilan ham bahrilanayapman aziz do'stlarim. Meni mana shu xotindim bugun soat 2 bilan yo'lga chiqib, alarda qatnash voqeasi yuz berib, o'shada uzoq turib qoldim. Shuni bilan mana yoqqa 11 bilan kelgan bo'ldim. Bugün balamdan qat'iy maktabda mijoz yo'q. Malumuz telefon urib balamni doktorxonaga olib borgin deb. Hozir mana yerga kelib, doktorxonaga shayan naysdan ichiga kirib, balamni mana shu jiddiy qutulishning ichida tekshirib o'tib olib bizga natija saqlab o'tiryapman aziz do'stlarim. Mana shu filmni bir eg'ir ko'may to'liq ko'rib, bir tal yuraginglarni ayamay besib, bir qo'llab qo'yishinglarni umid qilman aziz do'stlarim. Bir turmushda ona dada bo'lib yashamak pek tezga. Salam aziz do'stlar, men joy vaqt xayrlik bo'lsin. Men shayalik do'stinglar Ayguldan hammanlik mikron bilan o'tli salomlar bo'lsin aziz do'stlarim. Bugun mana ko'rayotganingdek Şinjan vaqti 2 Beyjing vaqti to'til yo'lga chiqib mangan xotindan shaya qarab safar uzun bo'lganki yo'lda ketib olsam 100 kilometr mangan chog'da balamning malimiz tilpurdi. Balam og'rib qoldi deb shuning bilan qo'limda joy yo'q, shundoq tiz surat cheklimiz bo'lganki mansam alarga kelgan chalmashdan qatnash voqeasi eg'ir chiqib u yerda 2 soat yo'l to'silib qoldi, oldiran akam yo'lda qola deb. Shuning bilan shaya baza ichiga sog' salomat kelib, men bilan birga bo'lgan xalqni uyiga tashlab qo'yib, balamning qishig'i berib, balamni elib, Narix doktorxonaga shu kech soat hozir Beyjing vaqti 2, Şinjan vaqti 12 bilan kelgan bo'ldim. Mana aziz do'stlar, xotindan sog' salomat uyimga kelib, menimga shaya naysga dastlab mashina haydab kelsam. Xotin tutsam balamning malimiz tilpurdi, balamning mijoz yo'q, balam darhol doktorxonaga olib borgin deb. Balam nima bo'ldi desam qo'sini ichib ketdi deb. Shuni bilan men xotinde shaya qarab ketib borman, 6 soatda borman shayaga. Yo'lga chiqib taxbi 1 soat bo'ldi deb. Meni hozir men xotinga kelib, men qarang'ida. Şinjan vaqti 10, Beyjing vaqti 13 kun ishibdi. Kelsam balam tayyor bo'ldi hozir. Ben bilan birga bag'alini uy olib tushirib etib, mashinada dorilar bilan qizimni elib, qizimning taqatla mijoz yo'q, qizimni elib endi o'zim doktorxonaga olib bordim. Mana shunday yolg'iz ona bo'lmoq, mana shunday taskan, ona endi bo'lib yashab, mana shunday bal vaqmaydigan shovchilarga tegib ketganman. Adam emas. Mana shunday yolg'iz ham ona ham dada bo'lib, mana shunday yashayotgan, mana shunday qaysar onalarni ko'rsam, o'zimga o'xshash. Shunda ichim og'riydi. Mening bu balam bir o'zma o'zim bilan balamni turmushimni yaxshi qamdab, tijorat qilib, nenini tepib yeb, aziz do'stlarim. Mana shunday balam ona dada bo'lib beqib, hozir qadar kelyapman mana. Bu gapni oshkorlamay demagandim, dilib qoldi. Aziz do'stlar, men hozir mana shu kechilikda hozir balamni Narix doktorxonaga olib bordim, o'sha Narix doktorxonaga. Faqat bilan balamning mijozi yo'q, qo'sini ichib og'rib, bu bola so'qirchaymi, uni bilmadim. Mana hozir men shaya Narix doktorxonaga oldiga keldim. Qizimni elib hozir. Mana doktorxonaga ichiga kirdim mana. Jiddiy qutulush bilmay qatrab turdim endi. Mana tarafda esa yana balaga raqamda qatan chiqmaydi. 600 kilometr yo'lni jiroqdan dastlab kelib, endi balam voyayjon deb turgan meni doktorxonaga ekanmay bo'lmaydi. O'shunda ham ana ham dada bo'lib baqmoq asli taskan. O'zimning daydim tatamanmi, balamning daydim tatamanmi? Shifoliq beray har kimga. O'shga jiddiy qutulush bermay. O'shaga kiray hozir. Men bo'lgansi jinim bilan Sana. hayatım. Şunu ki o. Şampuan. Ağırmaydı yine. Başka kaçak mı bulmaydı? Bizim ki. Dedim ağırmaydı da. Kanlı karlı bana. Bak kaos. Kendimiz bakıyoruz. Bu canım bana. Hazır keldim meni shayaga. Alarından yol itlib qilib. Şu hozir men balamni endi qizg'a sevatıdı.